Tavrot, Injil, Zabur va Qur'ondagi sura. Uqba ibn Amir roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalarini yetaklab borardim. U zot sallallohu alayhi va sallam menga: "Ey Uqba, eng yaxshi 2 surani senga o'rgatib qo'yaymi?" dedilar-da, "Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nasni o'rgatdilar." Yana Uqba ibn Amir roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni uchratib qoldim. U zotning qo'llarini ushlab: "Ey Allohning rasuli, mu'minning najoti nimada?" dedim. U zot alayhissalom: "Tilingni tiy, uyingga sigʼ, gunohlaring uchun yig'la" dedilar. Boshqa safar Nabiy sallallohu alayhi va sallam meni uchratib qoldilar va qo'limni ushlab: "Ey Uqba ibn Amir, senga Tavrot, Injil, Zabur va Qur'ondagi 3 ta yaxshi surani aytaymi?" dedilar. "Ha, ayting ya Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin" dedim. U zot menga Ixlos, Falaq va Nasni o'qib berdilar. Keyin: "Ey Uqba, ularni unutma. Birorta tunni bu suralarni o'qimay o'tkazma" dedilar. Men ushbu suralarni aslo unutmadim. Ularni o'qimay birorta tong ottirmadim. Boshqa hadisda Uqba ibn Amir roziyallohu anhu bunday deganlar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga har namozdan keyin muavvizatayn, ya'ni Falaq va Nas suralarini o'qishni buyurdilar. Shuning uchun kechasi uxlashga yotishdan avval hamda har namozdan keyin ushbu suralarni o'qishga odatlanish lozim.